ona bala uchun kim kuyadi? Onami? Hay. Nimaga meni Men o'rtaga nima uchun qo'yding? sen uchun Nimaga meni kuyapmanmi? o'rtaga qo'yding? Sen nima uchun balang uchun kuymading? Kim meni holimdan ahvol so'rayapti? Kim? Mana Ayting kim man. avval so'rayapti? Ha? Meniki kim Hamma so'rayapti? farzandingiz yoningizda. Ha? Hammasi. Hammasi Hammasi yoningizda. joyida, o'zi bilan o'zi Kim hammasi. so'rab keladi xalaqvoringni mendan? Ha? Hammasi uchun turdim. Qo'ying aya. O'zing qilyapsan. Hech kim seni itarganam yo'q, hech kim seni isham degan yo'q, hech kim seni anayam degan yo'q. Ha, ana uyga borib qo'yaman. Ana shu uyda o'tiringsiz. Men sizdan ana shu uyga 2 oy qolmayman, o'tiring. Men xolayam mana O'tiring. uyga o'tiraman. Hech qaysi bolangizdan dargimon hech qanaqa xabar so'ramaysiz, hech qanaqa xabar telefonlarimni olib qo'yaman. Men sizda ana shu uyimda 2 oy qolmayman, yashaysizmi? Nima bor qilmaysan? Ha? Men nima aybim bor? Men nima bo'lib yashayapman hozir? Savol sizga. Men senga aytyapman, chiqib ishlasang, o'zing bilan o'zing bo'lasan. Tushundingmi? Meni kim Ertalab chiqib tushunadi? ketasan, ishingni qilasan, kechqurun kelib yotasan. Ko'cha ko'rasan, unisi bilan gaplashasan, bunisi bilan gaplashasan. Mana ishlayapman. Birovga yerga tegamasam, sen xotinlik qila olmaysan, sen ayol bo'lmaysan. Qilolmaysan. Turishingga qara, sen qanday xotin bo'lasan bu turishingga? O'sha erkak bo'lsa meni yig'ishtirib oladi. Meni yig'ishtirib oladi. Vechni aya yerga tegamas. Alini ham nimalar qilsa, mana o'lib ketdi, mana o'ldi Ali ham. Ha, o'lsa nima qilayding hozir? Baribir o'laykan, nima qilayding? Xudoga so'gandim. Allohga so'gandim, mana o'ldi. O'liga keldi Tojikistonga. Kimda aytyapsan mana Alida? Kimda aytyapsan? Alini aytyapti. Nima edi u? Erkakmidimi u? Ha? Erkakmidimi? Aytib ber endi istoriyasini menga. Kelib kim qayda bir salqindalar topyapsan. Odamga o'xshaganda top. Qanday senga yerga tegma deya. Bir yashayman hayotga, tinchgina, bir to'g'ri yo'l bilan yashayman degan erkakni topsang, kim qanday bir kutlarni menga kundalan qilmay. Ali, o'g'ildan chiqmay, Ali. Kim edi u uning? Aytib berding-ku istoriyasini. Zato o'sha bilan yashavdim, men shuncha yil. Yaxshi nima qilding keyin? O'sha nima desiz? U dunyo, bu dunyo rozi emasman. O'shani erim deydigan bo'lsangiz dedingiz-ku. Qayma. Deding dema. Men uni biluvdim, men qanaqaligini. Hammasini aytib berib yotayding. Mayli aya. Tushunmayapman senga. Aybdor kimni bo'yniga aybdor qilaman. Yolg'iz qolib ketdim, mazza qilyapsizlar hozir. Siz o'g'lingizlar hammasi hech qanaqa yolg'iz qolmayapsan sen. Qoldim. O'charishingda. Qoldim, yolg'iz qoldim. O'char. Sen hech yolg'iz qolgan odamga o'xshamaysan sen. Yo'q, Nima qildim? O'zi yarim sanaga yarim o'tiribman. Endi kelib meni hol so'rab uchun uni nimani ko'tarib kelyapsan meni peshanamga? Men u qancha umrim qoldi endi? Shuncha otangni qo'liga necha 50 yil yegan azobim yetmaydimi? Shu paytgacha gapirmadim, bugun gapirdim. Nima uchun men shuncha dilingizni og'ritmadim? To'xta. Men shuncha azobni kim uchun yedim? Bolalarim uchunmi? Tashlab ketsam bo'laydi-ku. Ayu qol hammangni. Tashlab ketsam bo'laydi-ku. Ha? Shuncha azobni men kim uchun? Farzandlarim uchun-ku. Sizlar uchun yashadim-ku men sherga. Meni nima azob yeganim bilasiz-ku o'ziz? Ha? Azob yeysan ham erta uni turib rohati bor edi. Mana bunday azob yo'q edi. Rohati bor edi uni. Bekor aytilmagan, qora kunda orqasidan yorug' kun bor deb. Sen qora kunda chida olmading sen. Aya, unaqa kasal odam bilan hech kim yashamaydi. Hozirgi zamon odamisiz. Mana cho'chqaday yashab yotibdi. Cho'chqada yashab, xotini ham kasal aya. Nima farqi bor yashab? Mani turmuchim sog' aya, itamat 50 yil yashashim hojat yo'q. Unaqa spid bo'lgan odam bilan hech kim yashamaydi aya. O'lguningcha ballaring katta qilaydi. Sizga bitta narsada shu kutib uydan nechta mol qaradim aya. Pulini 1-2 qildim, kutgandonni. Kelib nima qildi? Qavurg'ali batarak qo'limni 6 oylik ne'mat jonim bor edi. Urib kut onasiga pulni berdimi? Nima bo'lib o'ldi qaynanam? Rak bo'lib o'ldimi? Bu dunyoda rushnolik ko'rdimi? Ha, meni shuncha mehnat odamlar topa ekan. Yo'q, aya, qanaqa qilib unaqa ro'zg'orda yashay? Sabr deysiz, aya, unaqa kasal bo'lib kelgan inson hech kim yasholmaydi. Men shuncha kutgandim uni. Men kutgandim haromini. Bunaqa kasal bo'lib kelgan hech kim kutmaydi. Sen chidolmading. Qanday chidolmayman aya? Sen ketding uydan. O'zingni
yaxshi hayotingni o'yladingda, qaysidir bir haromlar gapga kirding, sen bir qanchiqli gapga kirdingda. Aya, O'zing bo'lganiga chiqib ketmasding. O'zing bo'lganiga qanday aya bu kasal o'sha doktorlar gapiryapti. Ota-onang bormi kelib olib ketsin yashab deb. yuruvding-ku. Qanday yashab yurdim? Bir haftadan keyin o'sha uyga qaytib Qaysidir bir keldim. qanchiqli gapga kirding sen. Aya, doktor Izzat gapirdi. Hamsa ham O'sha meni chaqirtirdi. Aya 8 oy pulimni kim yedi? Nima dedi telefonni? Bolam nima pul jo'natma deb. Nima dedi? O'zing uchun yashadi nima dedi. dedimki, chiqib ketganingdagi ilojim qancha? Uyda qaytib bormaysan-ku. Aytibsan-ku, borsam urib chiqaryapti deb. Uyga kirmaganingdan keyin ilojim qancha? Jo'natma keyin dedi. Hamma uchun ham Xudo bor-ku aya. Sen hayotingda mayli, sen uchun birovni darsaxonaga qarama, birovni darsaxonaga muttaham bo'lma, sarg'ayib o'tirma, o'zimcha o'yla. Esla, muxlisiga borib yig'lab keldingmi? Sochaydiga borib yig'lab, men senga uy olib bermasdim. Men seni ancha uyga yashatirdim men. Men senga uy olib bermasdim. Ikki joydan sen kelding. Keyin o'ylab ko'rdim uyga. Men aytdim, bo'lmay ekan dedim. Endi buni pulini yig'ib, men o'ziga uy qilishim kerak edi. Nima deganda? Xo'p, qillis aya rahmat, bir nima demayman. Aya shunchalik pulimni to'plab, meni shunchalik uy joyli to'xta, gapimni oxirigacha yet. Men uyga kelishim, sen uyga kelayding, 2 marta kelding, sen boshqacha munisa eding. 2 marta uyga kelib yashab ketding sen. Sen vahshiy boshqacha munisa eding. Uydan dalaga chiqmasding sen. Tushundingmi? Men shunaqa yashaysan deb o'yladim men. Lekin uyga borman deb buzilib ketasan deb o'ylamadim men. Tushundingmi? Mana yerimda turibdi hammasi. Xo'p, sizda ham uyga o'tib ketayotgansan, buzilib ketasan deb men o'ylamadim men. Qo'lingizga pul beraman, ana shu uyda yashaysiz. Sen uyga bordingda mana bunday bo'lib ketding. Osmonga qanot chiqarding sen. Qanot chiqarding sen. Bo'lmadim. Meni uyimda qanoting yo'q edi seni. Aya 33 ga kirdim, haligacha gapingizga kiraman, bilasizmi? Nima deysiz? Xo'p deyman aya. Kirganing shumi? Ha, xo'p ichaman. Xo'p ichaman. Shumay. Men seni shu bitta farzandni muttaham bo'lmasin deb uy olib berdim. Mana shu uyga borib o'tiring, Ko'pchilik qilding sen. Ana shu uyga o'tirib chiqib bir joyga ishlashing kerak edi. Ishlamayman. Tushundingmi? Pulga muhtoj. Pul uchun, men pul uchun emas. Pulga muhtoj. Pul uchun emas. O'zingni anangni ko'rish. Tushundingmi? Bir joyga chiqib ishlasang, ertalab chiqib ketasan, choyingni ichib, kechqurun kelasan, o'qiysan, yana ertalab unisi bilan gaplashasan. Ishlamayman hech kimning qo'lida. Birovni qo'lida ishlamayman, aya. Men birovni qo'lida ishlaygan odam emasman. O'tirib men nima bo'lganman demagin menga. Demagin menga bo'lmasa. Birovga erga tegaman desam yo'q dedingiz. Menga unaqalarni kundalan qilma. Uy joy qildi. Erta bir kun kutinga tegib haydab ketayotganda menga kundalan qilma. Bir odam top. Shu seni deysan, ro'zg'or deysan, bir seni to umringda oxirigacha nima bo'lsin u. Bugun kelib erta ketayotganlar menga kundalan qilma. Hozir unaqalar ko'p unaqa seni orqangdan. Seni hozir olayotgan pulingni eshitib, shu uchun ham hech kim tegaman deyotganim bor. Shu uchun ham hech kim demadimmi? Deymadimmi? Ana endi mazza qilinglar. Men yolg'iz qolib ketdim, mazza qilinglar. Yolg'iz qolib ketding. Yolg'izlik o'zing qilyapsan, biz qilgan.